Navbatdagi lavhamiz ham ta'lim tizimi bilan bog'liq. Jamiyat xalqni tarbiyalasa, muallim insonni tarbiyalaydi. Bugun Surxondaryoda mahalliy ustozlar bilan bir qatorda xorijdan kelgan o'qituvchilar ham maktablarda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini yaxshilash bilan birga o'quvchilarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Surxondaryolik muxbirimiz hindistonlik fan doktori Santosh Kumari haqida teleochirk tayyorladi. Words, it will be very easy for you to make a paragraph. Hindistonlik Santosh Kumari o'z sohasining haqiqiy mutaxassisi. U ingliz tili bo'yicha fan doktori. Hindistonning Visakhapatnam shahridan kelgan. Termiz shahridagi 26-umumta'lim maktabida 2 yildan beri dars berib keladi. With children, I am very happy. Bolalarni yaxshi ko'raman. Har doim ularni farzandlarimdek ko'raman. Mahalliy o'qituvchi bilan ham yaxshi ishlayman. Maktab direktori, o'qituvchilar, umuman yaxshi atmosferada ishlayman. Ochiqchasiga gapiradigan bo'lsam, bu yerda hech qanday muammoga duch kelmadim. Yashash joyi ham yaxshi. Ko'pchilik menga namaste, namaste deb salomlashadi. Men shundan ham rohatlanaman, xursand bo'laman. Santosh Kumari darslarni professional tarzda olib boradi. O'quvchilarning darsda diqqat e'tiborini tortishga va qiziqarli usullarda o'quvchilarga mavzularni yetkazib berishga harakat qiladi. Foydalanadigan metodlarimga kelsam, jamoaviy ishlayman. Ba'zida individual ishlashga ham to'g'ri keladi. Erinmayman. Darslarimni turli interaktiv o'yinlar asosida tashkil qilaman. Bizga dars o'tib boshlaganlaridan beri menda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni inglizcha gapirishim tezlashdi va bundan tashqari tushunishim, ya'ni listeningim ham ancha oshdi. Sefr imtihonidan C1 darajaga erishdim. Santosh Kumari hozirda o'zi ishlaydigan jamoaga o'rganib qolgan. Bunga sabab Surxondaryoda mehmondo'st odamlar bilan birga yashayotganidan. Har bir o'quvchining o'z maqsadi bor. Men ularning ingliz tili darajasi har xil ekanligini bilaman, ammo imkoni boricha yordam qilishga harakat qilaman. Darslarim mobaynida esa ular uchun har xil mashg'ulotlar tashkil qilaman, o'yinlar tashkil etaman. Ba'zida videolarni birga tayyorlaymiz. Shuning uchun ular yanada qiziqib, faol ishtirok etishadi.